Assalomu alaykum jigarlar, aziz pastpichiklar. Bugun qayerdasan desangizlar, biz Dahanaga olishga kelganmiz. Mana shu videoni pastga bosib, like bosib, tarqatib qo'yish eslangizdan chiqmasin. Olishga kim kelgan desangizlar, 8 davlatdan odam kelgan. Odam vobsheta ko'p. Odamlar yerdan qaynab chiqqan deysizlar. Hozir boshidan obzor o'tyapmiz. Olishning. Olish inshaalloh kechgacha olish bo'ladi. Adam yomon ko'p. Aytaman 7 davlatdan odam kelgan. Odam shunchalar ko'pki, kim olishga qiziqish bo'lsa, g'azkalarni tomosha qilingizlar, like bosingizlar, pastga qo'yingizlar. Palvonlarni tanishlar bo'lsa, har bir palvonning o'zining muxlisi bor. Olish building sabdi Tojikistonimizda eng katta olish mana shu deb o'ylayman, menimcha. Ondan keyin oxiri olish ham shu deb o'ylamoqchi edimki, yana 4-da olish bor ekan, Lensk rayonida. Onu barib yana tomosha qilasizlar. Ondan keyin hozir polni davralarni ko'rsatib chiqayiq. Ondan keyin birta solimlarni ham ko'rsatib chiqaman nasib qilsa. Solim ham hali ko'p. Solim ham birma-birlar polni tanishib chiqasizlar, qancha solim qo'ygan, nima qo'yilgan. Ana solimga keladigan bo'lsak, mayda solimlar televizor deysizlarmi? Bundan gilem deysizlarmi? Qo'lin, uyga kerakli nengelar ham bor. Undan nengelari vobshe ko'p. Kansner deysizlarmi? Vobsheta bosib qo'yib taylagana. Uning nengening saf kitobi yo'q. Ana keyin katta solimlarga keladigan bo'lsak, hali ularni ham birma-birlab ko'rsatamiz. Tomosha qilasizlar. Ana katta solimga keladigan bo'lsak, tuya qo'yilgan, 9 chacha tuya. Ana undan keyin mol qo'yilgan. Mol deganda o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Buqa bor, masalan, bu yerda siyir bor. Shunday mol qo'yilgan. Buning vobsheta saf kitobi yo'q. Bu odamning vobsheta saf kitobi yo'q. Odamni o'zingiz ko'ringlar, chamola o'xshayotir. Mana bu yerda mashin qo'yilgan. Eng kattasi menimcha oldi mashin. Qolgan syomkalarda esa Shorchamayda YouTube kanaliga qo'yamiz. Qani ketdik. Başo! Mehman azmazçayı kuyuş soruq palvon çempiyonu Tojikiston amiyay. Askar! Ya kafa beslişi mi? Ziyadıyla Batakalın Siddev Tojikiston Şaban Düzlük Alışın aksına geladigan bo'lsak, itegesini tanimaydi. Bezalmazdan şöyle kaçıp gelip tarvuz yaptı. Yavanga yangi tarvuz kelgan, tarvuz yegan ekan.